İDES korxonasi navbatdagi ikkita pechka, bitta xonadon opa-singillar olishdi. Xo'p, dastlabki qilib berildi. Bu dastlabki Shahrisabz shahriga, seximizga yaqin dastlabkilarni o'zimiz qilib beramiz. Xo'p, bizda purutdan korxonalar qo'yilgan, ichi dvoyna qilingan, usilingni qilib va uchlik qornlari uchlik jisdan, ikkili yuqoridagilari tepa qism va past qism korxonalari ikkili jisdan bo'ladi. Eshigi kattakondan, xo'p, tezak bormi? Ko'mirni kattakonimi, o'tinni shoxlik sinmay qolgan kunnalarni ko'zligimi sig'ib ketaveradi, xudo xolasa. Xo'p, gabariti isitish sistemasi juda tez isitadi. Mana havoni berkish. Hozir mana havolandi, ligrovka qilib, ochib yopish originali havoni qisib, ligrov qilish va tortmalikdan ko'ra juda yaxshi bu. Sababi havo qancha kelyapsa, o'shancha ligrov qilsa bo'ladi. Hop, bir joyga bo'ldi. Nasib etsa, kraskali holatda bo'libdi. Narxlari 1.350 ming so'mga to'g'ri keldi. Bu hozir ikkala pechka qo'shimchasiga, ichiga hamma narsasi ichiga komplektga qurum tozalagich, teplopindagi qurum tozalagich qo'shib beriladi. Va mana bunday kullar olish uchun 3 kunlik 4 kunlik kullar yig'ilib qoladi. Olish uchun ichiga solib qo'yiladi. Xo'p, mana shu ikkala pechkalar Shahrisabz shahrida ishlab chiqariladi. Telefon raqamlar va YouTube kanaliga kanallarimiz yuritiladi. Telefon raqamlar ana shu raqamdagi telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin.